Bu ko'ngilni shodliklarga to'ldirguvchi sen. Gar istasang meni yildek yildirguvchi sen. Bu ko'ngilni Siz bilan biz uddalagan kun, muvaffaqiyatga erishgan kunimiz. Qo'limdan kelarkanmi, onlayn o'qisa bo'ladimi deb ikkilanishlarni yenggan kunimiz. Tashakkurimni izhor qilaman. Xush kelibsizlar. istasang bir lahzada shodumon etib, bir lahzada yurak Ilm olishimizga sababchi bo'lgan va 4 yil vaqt mobaynida o'z bilim va ko'nikmalarini, o'quvchi qiynalsa qanday motivatsiyalar berish kerak, qanday ishonchlar berish kerak haqida o'zimni ustozimni chaqirganman. to'ldirguvchi sen. Davradagi yoshu kattalarni ko'rib insonni ko'zi quvnaydiki, ilm olgan millat, yoshu qarisi ilmdan to'xtamagan millat inshaalloh rivojlanadi. Inshaalloh ilm o'qilgan millat hech qachon kam bo'lmaydi. Sen samalarga ko'tarib boshim, gar istasang yaroyul. Ilm olganlarni fazilatini ham Alloh taolo yuqori darajalarga ko'taradi. Farishtalarga o'xshashga harakat qilamiz, lekin tolibi ilmni qadri, martabasi shunchalik yuqoriki Allohning huzurida farishtalar qanot qo'yib turadi. Yerda yurmasin bu. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilm olish ustozdan o'rganish bilan bo'lishi kerak. Qur'onga to'g'ri o'qish uchun yo'lga ketayotgan aziz sayohatchilar, jannatlarda ota-onalarimiz uchun toj kiydiruvchilar ham iloyim ta'zim qilamiz. Menga harf o'rgatgan qalbi jahonni unutmayman hech ham sizday insonlarni.